2012-yil $10.000 Toyota Corolla. To'g'rimi? Bu nechinchi yil? Bu 2006. 2006. Bu necha pul? 6.000 dolar. $6.000. Mana hurmatli tadbirkorlar, biroq qaranglar, $6.5 ming. Bu Toyota Corolla bizani menimcha Lacetti deb bilishimiz mumkin bo'ladi. $6.5 ming 2006-yilda aytyapti. 2012. 2012-yil $10.000. Men nimaga aytyapmanki, mana Toshkent shahar respublika bo'yicha bozorlar bor. Bu tasavvur qilinglar, mana shu mashina narxi shuncha. Mashina bozoridagi kichkina tadbirkorlarga men aytmoqchimanki, Afg'onistonga mana 40 million aholi yiliga 300 mingdan 250 mingdan 300 mingtagacha mashina kerak. Talab eski mashinalarga, albatta qimmat mashinalar ham olinadi va eski mashinalar Amerika bilan Yaponiyadan kelardi. Amerikadan Yaponiyaga, Dubayga kelardi va Eron orqali yoki Pokiston orqali kirardi. Bitta konteynerga 5 ta mashina ketar ekan. 5 ta mashinani yo'l kirasi 2.5 ming dollar va 40 kun tutadi. Hozir shu yo'lni yopib va o'sha mashinada savdo qiladigan kichkina o'rta tadbirkorlarimizni Surxondaryoda, Andijon, Farg'ona, Namangan, Toshkent mashina bozorlarini bu yoqqa olib kelishiga men taklif beraman. Sababiki rastamoshkasini ham o'rgandik sizlar uchun. Ya'ni o'rtacha hisobda mashinalar narxini mana hozir biz bojxonada bazaga kiritamiz, Afg'oniston taraf bazasiga va u yerda $3.000 ga o'rtacha hisobda $600 dan $800 gacha boj bor. Ya'ni Mozori Sharifga Termizdan olib kirasizlar. Mana bizda eski Lacetti, eski Nexia'lar bor. Shularni hammasini olib kirsanglar, bu yerda bemalol bozor amallasa bo'ladi. Va bizani O'zbekistondagi yiliga agar bir 50 mingta mashina bu yoqqa olib chiqib sotsak, mana sizlarga oddiy narxlarni beramiz. Bu nech pul? مكتوب از هفتونی مزار هفت از فاینال شامل $7.000. $7.000. Mana bu $7.000. 2012. Bu hybrid, hem elektrik hem hibrid. Mana 2012-yil $7.000. $2.000dan $5.000gacha mashinalarga o'sha narxi 15% dan 20% gacha. Ya'ni $5.000ga $800-900, $1.000gacha, $3.000ga esa o'rtacha hisobda $650-700. Shuning uchun hammalarni mashinani olib kelib sotishga chaqiraman. Mana men Savdo sanoat palatasi raisi hammalarga birgalikda o'zim bosh bo'lib Mozori Sharifga mana Qobilga ham olib kelishga tayyorman. Qobilda 3 ta bozor. Bu bozor oti nima? Ko'tal Xayrixona. Mana bu Qobildan bir 30 kilometr chetroqda, tog'ning tagida. Bu aynan eski bozorlarning bozori. Kecha biz yangi bozorlarga bordik. Bu yangi bozorning yangi mashinalar, ya'ni 2015 dan yuqorisi. Shuning uchun bizdagi Matiz, Spark, Onyx bo'ladimi, Tracker bo'ladimi, bemalol olib kelib sotsanglar bo'ladi. Ishontirib aytamanki, ham daromad, ham foyda, ham bu yerda naqd pul. Naqd pul masalasini ham biz sizlarga o'sha o'zini nomidagi xususiy tadbirkorlik suyetnomi bo'yicha uni ham biz takliflarni ishlab chiqamiz. Ya'ni mashinani olib chiqib sotganlarda chegaradan o'sha mashinani naqd bilan kirish bo'yicha ham sharoitlarni biz o'sha vazirlik idoralari bilan hukumat hujjatlariga ko'maklashamiz. Shuning uchun ko'proq mashinalarni olib kelinglar. Bozor bo'm-bo'sh, hozir ayni to'xtagan payti bozorni olib kirib sotsanglar, uni orqasidan esa butun o'z avtosanoati zapchaslariga ham juda katta bozor paydo bo'ladi. Shuning uchun bosish kerak, kelish kerak, sotish kerak. Rahmat. Böyle faqat Toyota kelgan, boshqa kompaniyalar, boshqa kelmagan. Shuning uchun balki rivojlanib ketadi. Hozir yo'llar yopiq-ku, to'g'rimi sizlarga? Mashina kelmayapti-ku. Hozir yopiq. Shuning uchun yiliga 100 mingga yaqin mashinani sizlarga olib chiqib sotishimiz mumkin. Uni hamma zapchasi O'zbekistonda ishlab chiqariladi. O'zbekistonga pul chiqsa, 3 kunda mashina shu yerda bo'ladi. Agar O'zbekistonga paysa ekan, servisni daromad Boshlang'ichiga sizlar bizani o'sha bozordagi tadbirkorlar bilan yaxshi bo'lish uchun biz ko'prik bo'lib beramiz. 2008-yil ekan $10.000 deb aytadilar buni. 96-yil ekan $2.200. 2013-yil ekan $3.5 ekan har qaysisi. 2006-yil $9.300 ekan. 2010 model $7.500 Amerika qiymati. Hurmatli tadbirkorlar, mana hozirgina mashina bozorida sizlarga ma'lumotlarni bo'lishdik. Qaranglar, mana mashinani qayerda ko'pligini. Bularda nimaga mashina sotiladi degan savolga javob. Bularda avtobus yo'q. Avtobus transporti bunaqa rivojlanmagan. Shuning uchun bular mashina olib, mashinada yurishadi, taksi qilishadi. $10.000 ga 15 yillik Toyota Corolla'ni sotib olmoqchi.
Demak, talab borki, shunaqa narsa sotyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.